Dahshat. O'zbekistonda Hayit bayrami nega azaga aylandi? Dahshatli voqea tafsiloti. Xalqni yig'latgan voqea. Hayit kuni sodir bo'lgan qiyomat alomatining asl sababi nimada? Bu nimaning oqibati? Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi dasturimizda yurtdoshlarimizni chuqur qayg'uga solgan, xursandchilik va mehr oqibat ayyomi bo'lgan Hayit bayrami kunida yuz bergan o'ta mudhish va ayanchli voqea haqida so'z yuritamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda bu dahshatli holatni hatto qiyomat alomatiga o'xshatayotganlar ko'paymoqda. Xo'sh, bayramni azaga aylantirgan bu mudhish hodisaning asl sababi nimada? Ushbu tezkur videoda quyidagi muhim tafsilotlarni ko'rib chiqamiz. Mudhish hodisa tafsiloti. Hayit kuni aynan qanday voqea sodir bo'ldi va bu talofatlarga nima sababchi bo'ldi? Xalqning reaksiyasi. Nega tarmoqlarda odamlar bu voqeani qiyomat alomatlariga va jamiyatdagi muammolarga bog'lashmoqda? Kim aybdor? Bunday ayanchli holatning oldini olish mumkinmidi yoki bu faqatgina tasodif va taqdirmi? Marhumlarning oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Bu voqea barchamiz uchun katta ogohlik va ibrat bo'lishi kerak. Tafsilotlarni to'liq bilish uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Eng so'nggi qaynoq va hayotiy xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Up on the GoPro. Oui, on laisse Nimson. Avance. Oui, on laisse. Golli kattaligini qarang, golli. Gol. Nega opa? Osurimiz soydan ashi baland edi, mana. Oqib kelishdi, qaranglar, oqib kelishdi. Dalalar, teraylar ilashib kelyapti. Basen. Bolalar ishlashyapti. Ko'prik saqlab qolamiz deb bolalar qattiq harakat qilyapti. Ko'prik sinib ketishi hech narsa emas. O'ta to'ldirib oqyapti. Soy, qiraver soy, SM dacha. Pastida
Voqea choyxonasi. Voy suvi mana avjida. Tepalargacha chiqib ketyapti. Hech ham yo'lga kelmaydi. Mana u tepa so'rlarga chiqib ketyapti. O'zim ko'prikka ham yetib boryapman. Do'stim, nima gap endi? Arg'amchilar yechyapsizmi do'stim? Hayır, yechyapsizmi sen? Shu avjida. Bunga taqaldi tepaga. Hiç bo'lmagan ishlar mana Alloh qudratiga yana bir bor qoyil qolish kerak. Chunki kelmagan kami 1 metr 1,5 metr pastda bo'lardi. Mana bemalol yo'lakka chiqyapti juda. Tekkasiga taqaldi juda. Shu so'rilarga ham chiqishni boshladi. Boshda bu tepaga chiqqanmi yo bo'lmaganmi? To'shaklarga ham chiqdimi? Gilamlardan yuvib ketdi, yana ko'tarilyapti, ancha ko'tarilib qoldi. Hammaga salom. Bu yaqin yillarga bunaqa suv oqmagan bu daryoda. Yaqin 10 yillarda bunaqa suv oqmagan daryoda. Dahshat, daryoni suvini qaranglar. Allohning qudrati, men bahor eng yaxshi yer uchun zo'r bahor. Zo'r kelmaydi. Shunga qaranglar. Senga qanaqa ko'ryapsizlarmi? Bu yerda ham hayvonlar juda vahimali ko'rinyapti. Like bosib, qattiq qo'yamiz. Salomat bo'lasizlar. Ey Xudojon, ushmanligim yasir. Bizlar o'lik odamlarga yasir. Ey Xudojon, ushmanligim yasir. Ey Xudojon. Voy, mana mol kimni moli? Yanga qarang. Xo'sh. Vosh, muhayyanga ham nima oldi? Suvni qaranglar, ey. Mashinamizni ochib, kechga dedim. O'ldik. Qolib ketdik, to'g'ri yomg'irda. Suvni qaranglar, yomg'ir. Kalima. Billah. Ayda ening. Silindirli qaldi ening.
Nasıl baldın bana kalkanda işte koydu. No 3 ta bechara qolib ketdi bu yerda. Suv keldi. Mana yoq suv bosib ketgan. Suv silgadan chiqib endi bu yoqdan bosib ketyapti. Suv yana keladi deyapti. Bu yoqlardan olib ketdi. Mana bu yoqda uydachilarga ketyapti. Yana keladi deyapti. Narg'i betlarga o'tib ketgan mana suv. Kimni yeri bilmadim ki mahkam deb bilaman. Kapatdi. Ma qartan suv bosdi. Uy tomondan kelyapti. Uy tomondan kelyapti. Mana bitta qishloq yo'q qorgan selkib. Ay, anaqda pirsam yig'ganda u ham yo'q bo'lib ketdi. Koblet legenda. Oshi qishloq mana. Mana suv mana odamlar nima degan olib qolyapti suvdan olibdi. Do'lni qaranglar, o'rtoqlar, do'lni. May 2026-yil Qurbon hayit kuni. Suv вообще dahshat. Voydod. Yanlar nima bo'ldi? Mehmonga keluvdik, вообще. Voydod akalar. Anjanda yomg'ir. Bossinglar qaydansizlar sizlar deb yog'yaptimi yo'q bilmadim. Yomon yog'yapti. Bossinglar. Squat! Hayda, squat! Squat! Telefon qilib pastga. Squat! Squat! Soydan! Soydan squat! Soydan! Mana Zabara kambuchkasi olib ketyapti bugun. Amir.
Zabarkan buchkasi yurgan vaqtda jo'rakan og'ili ketdi. Iziga sirasi jala keldi mana. Shamoldan keyin. Mana u anuni bog' shamolda oldi ham katta daraxt sinib ketdi ko'chada. Bilmayman nechta mashinada yakson qildi. Mashinlarni haydamay turish kerak shuning uchun. Ochiq joyga qo'yib. Hokimiyatdan birov chiqdi mana. Oltita garchilik qilib mana haydadi. Yugurasan, yugurasan, haydang. Yugur. Vaqt yo'latda qoldi o'sha. Mana yog'ishini qaranglar buni. Qaranglar, birdan qanday suv quyib ketdi. Onasini esa qo'yga keluvdim men. Mana bo'lib ketdi mana. Naryoq chiqib ketdi. Naryoq bizlarga tomon chiqib ketdi mana ham. Odamni qarang, meni bolasi odam aydi. Ko'payapti mana. Demak, qattiq. İşte motorga nima desa, to'y to'ysa odamga qo'yadi. Yurgish umuman. Mollar bilan bir to'planib jala quyuyordi, ey. Hofiz, yomg'irab yo'dingin. Ana. Qo'rqitmangchi. Mayda ko'prik bordi. Yo'q. Mana sen. Yanga sizlar bu yoqqa o'tizda yosh bolalar qo'rqatda baribir. Ana sen. Oh. Siznikiga burilyapti, siznikiga. Shunchalik. Langerga dahshat yog'ibdi-da. Bog'chamiz ham bosib ketdi. Qanday olamiz? Ko'tarib yapti. Shunga. Saxovat. Kecha ikkita archani shunday qilib olib tayyorladi. Kecha 5-6 ming kishi deng, 5-6 ming kishi. 5 oy kelay. Tenglaring. Savob bo'ladi. Yo'ldan bir dona tosh olsang ham qancha savob yozilgan. Qanaqa narsa emas. To'g'ri. 1-2 ketdi. 1-2 ketdi. Yo, bizga qanday kelayotgan bo'lsa? Ya, damar dov ketib qol. Yo! Voy, boqqa kelapti. Voy, ular xudoga o'zing asra. Yo! Ya Allah, o'zinggacha biz gunohkor bandalar edik. Ya Allah. Qudratda hammamizni tengsizsan, Robbim. Allohim o'zinggacha tavba.
Mana bu yoqda umuman o'tib bo'lmaydi. Bozorda ham tog'i ketdi. Hammasi o'tib. Neyini biliyorsun? Ne yakınlaştı? Ondan göre tamam şimdi oldu. Bu imon, Nexia'nın ketishini qarang. 13 burilishini qarang. Biz turgan joyda qaranglar. Yollar keladi, amakom Voy, malades, poyez yo'lini oldida ekanmiz mana. Bikonkamiz ustida turibmiz. Tushaylik desak, ko'lmak. Oshnalarim payavzalni paypalarim ho'l bo'lgandir. Xudoyim, yomg'ir ham yomon yog'ib qo'ydi o'zi. Men u Qapishkada ekanman, ketsam bo'laveradi. Sizlar tashab ketdim kelmayapti faqat. Sekin. Sekin! Farmon qarang bile o'ltirdi. Yurayapti, meta turib. Ketdi, akam keldi uni. Sekin. Men sal yaqinroq qiling. Qanday to'sin endi? Men o'tib olaveraman, sizlarchi? Davay. Aka ko'rmaysizmi yomg'irni, falokatga o'xshab. Sarguzashasiz, aka, mana shu ishtonda qarang, aka. Ha, shu bu. Assalomu alaykum, aka. Lan duvarda ket. Ha, bu hatta. Ya, bu arkası ketdi, ne qarang, tushunamadim. Yo'q, ha? Ey, taxtaga chiqib ketgan. Navoiy ko'chasi. Yurtimizda. Kimolda ishim bor edi, ketmadim, mamma qaraylar. Maşallah. Shopir akalar, iloji boricha yo'lda ehtiyot bo'lib yuringlar. Hozir mana daraxt tushgan, mashinam ustiga tushdi. Ehtiyot bo'lasizlar. Iloji boricha tezroq uyda, hamma uyda o'tirsin, uydan chiqmanglar, maslahat beraman. O'ta xavfli holatlar bo'lyapti hozir. O'ta yomg'ir, ko'rib turganinglarda yomg'ir, shamol bo'lgani uchun daraxtli joylarda iloji boricha qochib tezroq uyga kirib ketinglar. Shopir akalar, iltimos ehtiyot bo'linglar. Selni qaranglar mana. Bunaqa sel Angidonda 10 yildan oshib ketdi, bunaqa sel kelmaganiga. Bo'lli yo'l. Kamida chorpiya-porpiyalar uzilib ketdi. Ana shu yerda transformator sali qoldi. Akalar, Marg'ilon-Sitiga yo'lga chiqmoqchi bo'lganlar, yo'lga chiqmay qo'ringlar. Ahvolni ko'rib turibsizlar. Suv o'ta baland. Ko'rgansizlar.
Adirlikdan tushyaptimi? O'g'lim tekis. Bu har doim shunaqami? Truba qo'yib, yo'qotsa bo'lmaydi bunda. Ana orqa. Ha, O'zi ariq paynom ne kelardi, arqa qo'shlardi oldin. ha. Hali aytib nima qilishganda, ashib tekizda to'g'rilab olishgan. Yo'q. Ariqni yopib forishgan. O'zi ochilganida oldidan. Rasvo qilyapti toza. Hurmatli mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar e'tibor qaratib qo'yasizlar degan umiddamiz. Nima deysiz shu masalada aka mana? Haqiqatdan orta qiyinchilik bilan o'tib yutib olib bo'lib mana asfaltga qilindi. Yangi asfalt hali bor bo'lgani, bosilgani mana shu holatda o'zi bu asfalt uzoqqa bormaydi. Bu tezroq bartaraf etishda qaraydida chorani Naryoqlar to'lgan aka. Mana bu yoqqa kiryapti-da. Mana shu yerda.